Savol: Men 20 yoshimda namozga kirganman. Undan oldingi namozlarning qazosini o'qiymanmi? Albatta. Bir odam 20 yoshga kirgan ekan, undan oldingi namozlarining qazosini o'qiymanmi deyaptilar. Albatta o'qiladi. Bu ham shunaqa ko'p so'raladigan savollardan. Ko'pchilik birorta domla o'qimay qo'ysa bo'ladi deb qolsa deb so'rashaveradi. Mendan so'rashadi, men yo'q deyman. Bunisi bo'lmadi deb ergashgan domlaga keladilar. Shu mana Toshkent aholisiga noyib bo'lganlar endi ajomas fardi vazifalar. Bu kishi ham so'menda keyin uchinchiga boradi, shunaqa yurishaveradi. Qazo o'qiladi. Qazo o'qiladi. Azizlar, har bir ibodatni vaqtida, aynan o'z vaqtida o'qishni ado etishni. Bugun ro'za bizga farqi endi ibodat o'z vaqtida bajarilmay qolsa, vaqtidan keyin bajarilsa uni qazo. Allohning payg'ambari bir yerga tushib yotib uxlab bomdodda quyosh yuzlariga tushganda uyg'onishganlar. Rasululloh boshqalarga saboqlar. Allohning payg'ambari namozdan uxlab qolishlari mumkinmi? Mumkin emas. Shu siz bilan bizga shariat bo'lsin uchun Allohning qasdi. Qazo namoz qanaqa o'qiladi ko'rsatib qo'yish uchun payg'ambarimiz boshlariga solgan. Bo'lmasa payg'ambar alayhissalatu vassalamning hadislari bor, mani ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi. Ana Xandaq urushida dushman kelib o'rab qoldi. Hamdam turibdi. Vatanni poytaxtga himoya qilish kerak. Rasulullohning oyoqlari boshida turibdi. Qorong'i tushganda diniga peshonasini shom qilib, ularga o'qitdi. Qazo namoz o'qiladi. Lekin o'qilangan joyiga qo'yilgandan keyin o'qiyman deganlarni yana o'zi xilof qildi. O'qish kerak ekan degan tushuncha olgandan keyin yugurib borib bir kapitaga qoladi. Boshqalari yana boshqacha, unaqa emas. Qazo bor. Yili aniq. Namozini o'qiydi. Tirikchiligini oddiy tarzda qiladi. Qazoning sababidan tirikchilikni burmaydi. Bo'sh vaqtlarda namozini o'qib kelaveradi. Iloji bo'lsa, masalan, har kuni har vaqtli namoz, peshinni vaqti bo'lganda, azon aytilganda masjidga kirganda, o'sha yerda 2-3 ta peshinni qazosini o'qib qo'ysin bo'sh turgan paytida. Asrga kirganda asrga, shom kelganda shomni ana qilib o'qib boraversin. U yog'ini Alloh taoloning o'ziga havola. Alloh yordam berib, oxiriga yetkazib yuborsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa, Alloh taolo o'zi hisob kitobini biladi. Hadislarda bor, qani bu bandamni farz namozlarini sanaylar deydi. Kam chiqdi desa, sunnatidan qo'shinglar deydi. Alloh o'zi biladi. Tushunadingmi? Ba'zi bir odamlar shunaqa bo'lganligi uchun sunnat o'qimasdan farzni o'qish, nimani qazoni o'qish kerak ham deyiladi. Sunnatni o'qisa ham ma'nosi yo'q. Hech ma'nosi yo'q. Faqat qazoni e'tiborsiz qoldirib naflga urinib ketmaslik kerak. Qazo birinchi darajali narsa ekanligini unutmasdan shuni ado etishga, bajarishga harakatda bo'lish kerak.